Odamlarimizda ko'pchilikda ba'zan menda ham shunaqa fikr bo'ladi. Yo'q, men hozir sayohatga chiqa olmayman, safarga chiqa olmayman, chunki meni vaqtim yo'q, ishim to'xtab qoladi yoki mablag'im yetmay qoladi degan xayollar bilan men paysalga sovurib, odam umri o'tib ketib qoladi va juda ko'plab imkoniyatlarini yo'qotib qo'yadi. Aslida bu sayohat uni haqiqatan ishining unimiga ham, o'zini nima desamki, baxtli his qilishiga ham va mablag'ini ko'payishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Odamlar shu narsani men nimaga bu kompaniyani bir sevib qoldim, shu Safar Travel'ni men ancha yillardan beri o'ylab yurgan g'oyamni yetkazish oson bo'ldi. Chunki haqiqiy inson u inson bo'ladiki, ya'ni bir qandaydir bir mavjudot emas, qul emas, qachonki u o'ziga vaqt ajrata olsa. O'ziga vaqt ajrata olish degani ko'pchilik o'ylaydiki, hafta oxirida dam olish, ish ta'tiliga chiqish. Aslida hammaga aytamanki, dam olish kunlari nafaqat o'zi uchun, u ishxona uchun. Ish ta'tiliga chiqish ham ishxona uchun. U resurslarini tiklaydi, ya'ni ishga qaytadi. O'zi uchun qachon yashaydi? Savol. O'zi uchun ham yashash kerak-ku. O'zi bilan o'zi qolish kerak-ku. Inson o'zini ochish kerak-ku, kashf qilish kerak-ku. Faqat u odatiy hayot tarzidan chiqqandangina ko'rinadi. Shunisi bilinadi. Bundan tashqari oila a'zosi bilan chiqsa, o'zining turmush o'rtog'i bilan chiqsa va o'zining farzandlari bilan chiqsa, ota-onasi bilan, aka, opa, singillari bilan chiqirsa, sayohatga ular bir-birini yanada yaqinroq taniy boshlashadi. Meni shu orzuyim odamlarga shu narsani, shu g'oyani yetkazish va qo'limdan kelgancha bizning kompaniyamiz bilan birga, shu firma bilan birga shu narsani rus tilida dostupniy deydi, ya'ni shu narsani ko'tara oladigan darajaga olib chiqishda va shu bilan birga xizmat, servisni ma'lum bir darajada, ya'ni munosib, eng to'g'ri so'z munosib bo'lsa kerak, munosib sifatida taqdim qilish. Mana shu g'oya bilan, mana shu fikrlar, orzular bilan men bu Safar Travel jamoasiga qo'shilgan edim. Iltimos, kimga qiziq bo'lsa, ya savollar bo'lsa, murojaat qilinglar. Mana shu video ostida izohlarni qoldiringlar. Telegram kanalimiz bor. U yerda ham izohlar, takliflar, tilaklar, e'tirozlar, shikoyatlar bo'lishi mumkin. Ofisimizga kelinglar. Bizning ofisimiz Toshkent shahrida Novza masjidini ro'parasida, juda topish oson. Sotuv bo'limimiz juda ham o'tirib shunaqa suhbatlashishga qulay qilib tashkil qilingan. Kelinglar, birga yelkama-yelka bo'lib bizning mana shu sayohat hayotimizni birgalikda rejalaymiz, chunki hayotning o'zi sayohatdan iborat. Biz bir joydan kelib ma'lum bir joyga qarab yurayotgan bo'lamiz. Hattoki hadisda ham aytilgan ekanki, sayoh kabi yashagin deganda, ya'ni sayr qilib, ya'ni sayohatga yo'lga chiqqan inson kabi chiqqin degan shunaqa ma'noda hikmatli so'zlar bor. Bu bekorga aytilmagan. Shuning uchun birgalikda safar qilamiz, birgalikda sayohatimizni rejalaymiz va amalga oshiramiz. Men sizlarni shunga chaqiraman. Rahmat.